Aka eshitaman akajon, akam buvasi kanali bilan bog'lanib turibsiz hozirda. Shunday yutuq chiqdi sizga deb shunga telefon qilayotgandim. Hozir to'lov bor ekan, shunga men ikkilanyapman-da. Mayli 1 million bo'lsa to'lov qilinadi, lekin Akajon qarang, sizga tushuntirib o'taman. Nasib bo'lsa akajon, hozirda shartnomalari tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Shartnoma ya'ni akajon tasdiqlanishi uchun hozirda 81 ming so'm to'lov qilgan akajon, qolgan 720 ming so'mni hozirda tashlab berish kerak akajon. Agarda to'lov masalasiga keladigan bo'lsak, qanaqadir ishonchsizlik bo'layotgan bo'lsa yokida bir ishonch sifatida o'zimni shaxsiy dalillargacha ham tashlab qo'yganman akajon. O'zimni shaxsiy pasportimni ushlagan holatda video xabar ham qilib tashlab qo'yganman akajon. Bizning o'yinimizda unaqa yolg'on narsa yo'q. yo bo'ldi, uni ko'rdimda-ki, mana boshda boshqa kishi video yozib qilgan, oranjiy futbolkada. Albatta akajon, qarang, sizga tushuntirib o'taman akajon, u kishi ya'ni bizning boshlovchimiz hisoblanadi akajon. Faqatgina akajon promoy efir orqali sizlar bilan bog'lanishlari mumkin. O'zingizga ya'ni raqamlarni tanlab olgan vaqtlari, ya'ni telegramlarni tanlab olgan vaqtlari o'ziga ko'rsatish maqsadida video zvonok orqali 2 marotaba qo'ng'iroq qilinganda qo'ng'iroqqa javob bermagani sababli hamda ishi menga topshirilgan akajon. Agar shu to'lovni klikda orqali to'lov qilmasa, yutuqlar atkaz bo'ladimi, nima bo'ladi? Akajon, sizga tushuntirib o'taman. Endi akajon, ya'ni shartnoma tasdiqlanmasa avtomatik ba'zi atkazgaveradi akajon. O'shaning uchun ya'ni avtomashina ham umra safarlariga ham ya'ni yo'llanmasi atkaz bo'ladi akajon. Muddat orqali to'lov qilasiz. Ya'ni sizga ba'zi ochiladi 45 daqiqa, ba'zi ochiladi 45 daqiqa ichida to'lov qilib to'lovchilarni yuborishingiz kerak bo'ladi akajon. Hozir kechasi payt qanday topadi u klikni? Kechki payt. Endi hozirda akajon, hozirda 2 dona biletlarni xarid qilib berdi. Hozirda nasib bo'lsa o'zlariga shartnomalarni tashlab bergandan so'ng qolgan 2 dona biletlarni to'lov qilib to'lovchilarni yuboradi akajon. Qolgan 2 donasi ham 810 ming so'mni tashkil qiladi akajon. Yaxshi, tushunarli, xo'p. Aha, xo'p bo'ladi akajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bemalol akajon aloqaga chiqishingiz mumkin. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi.